Doktor belimda grija bor, og'rig'i oyog'imga beryapti. Hamma davosi operatsiya deyapti. Shunaqa deydigan bemorlarga nima derdingiz? Operatsiyasiz ham davolasa bo'ladimi? Ha, albatta. Operatsiya qilishga men oldindan aytaman, operatsiya qilish shoshish kerak emas. Operatsiya oxirgi stadiya, masalan, shmorlar deydi. 19, 20 oqib tushgan grijalar bo'lsa, yopishib qolgan disklarga uni endi operatsiya qilib olmasa bo'lmaydi. Masalan 4, 5, 7 mm, 9 mm masalan bizga keladi 13 mmli grija bilan kelishgan, lekin ularni biz davolaganmiz ancha samarali, foydali bo'lgan operatsiya qilishmaydi. Qon bosimi, davleniya chiqib ketyapti, lekin dori yordam bermayapti. Bu umurtqa bilan bog'liq bo'lishi mumkinmi? Ha, albatta. Masalan, bo'yin umurtqasida poзвоночный arteriya degan tomir bor. Shu yerdan miyaga qon keladi. Agar mana shu bo'yin umurtqasida narushение bo'lsa, masalan, buzilish yoki siljish, disklar siljishi bo'lsa, bunda har bitta harakat, o'ngga chapga harakat qon bosimini oshirishga sabab bo'ladi. Masalan, bizga murojaat qilishadi, qon bosimi oshadi, faqat harakat qilganimda deyshadi. Bu degani, masalan, bo'yinda umurtqasida narushение позвоночнийda. Buni faqat dori-darmonlar bilan emas, masalan, manualniy terapiya, vitejeniya, fizioterapiyalar bilan, massajlar bilan to'g'irlab, to'g'ri yondoshsa, xavfsiz, yaxshi lecheniya bo'ladi. Grijani massaj orqali yo'qotsa bo'ladimi? Endi grijani stadiyasiga qarab. Hali aytganimdek, masalan, agar katta grija bo'lsa, masalan, oqib tushgan yoki 19, 20 bo'lsa, ularni eng qizig'i xavotirsiz, ehtiyot bilan lecheniya qilinsa, masalan, agar pristup bo'layotgan paytda baribir medikament qilish kerak. Chunki agar og'riyotgan paytda lecheniya qilsangiz, og'riq kuchayib ketishi mumkin. Lekin buni oldini olsa, lecheniya qilsa bo'ladi albatta. Belimda og'riq yo'q, lekin oyog'im uyushib qolaveradi. Bu ham grijadami? Endi buni bilish kerak. Masalan, agar MRT qog'ozi bo'lmasa, buni simptomlari bo'ladi albatta. Kineziyologik test qilib, buni bilsa bo'ladi. Masalan, balki shomillagan bo'lishi mumkin, balki beldagi L1 dan L5 gacha bo'lgan disk masalan siljib, nervlar qisib qolgan bo'lishi mumkin. Shuni tekshirib, aniq bilib, unga qarab to'g'ri lecheniya qilsa, ancha samarali zo'r lecheniya bo'ladi. Men bemorlarga maslahat bermoqchiman, iltimos qilaman. Operatsiyaga shoshmanglar. Operatsiya bu hukm emas. Chunki operatsiyadan keyin, masalan, umurtqaga temir qo'yilgandan keyin bizning ishimiz ancha qiyinlashadi. Chunki o'zingizda ham masalan qiyin bo'ladi lecheniya. Hamma lecheniya qila olmaymiz temir qo'yilgandan keyin. Buni oldini olish ancha samarali bo'ladi. Sizlarga maslahatim, shoshmanglar operatsiyaga. Operatsiyadan oldin o'ylashinglarni, fikrlashinglarni tavsiya qilaman. Chunki operatsiyadan keyin ko'p narsalar mumkin emas. Bizda masalan qo'limiz bog'lanib qoladi. Operatsiyadan oldin bo'lsa, biz ko'p narsa qilishimiz mumkin. Masalan, hamma narsa mumkin lecheniyada. Oldini olish, yo'lga qo'yish, yumshatib berish. Sizlarga xavfsiz taklif beramiz, xavfsiz lecheniyani. Og'ruvsiz, medikamentsiz, eng muhimi jarrohlik operatsiyasiz. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Agar grija muammo bo'lsa, masalan, lordoz, skoliozlar, shu sohada masalan lordoz, skolioz bo'lsa, bel sohasida, umurtqa sohasi, bo'yin sohasi, nima qanaqa og'riq bo'lishidan qat'iy nazar, Rahmatullayev klinikasiga kelinglar, Samarqand filialiga. Maslahatlashib, to'g'ri diagnoz tashxis qo'yib, to'g'ri lecheniya qilamiz, xavfsiz lecheniya qilamiz va samarali lecheniya qilamiz. Bizning klinikamizga kelsanglar, to'liq kurs bizning klinikamizga kelib, to'liq kurs lecheniya olsanglar, xudo xolasa operatsiyagacha yetib bormaydigan darajada xudo xolasa lecheniya qilamiz. Kelgan lecheniyadan davomida biz gimnastikalar tavsiya qilamiz. Chunki bu holat qaytib qolmasligi uchun, oldini olish uchun, keyin yana grija o'smasligi uchun, yana pristup berib, yana og'riq qattiq siqib qolmasligi uchun biz maslahat beramiz, tavsiya qilamiz, упражнениyalar beramiz. Shularni to'liq uyda erinmasdan qilinsa, xudo xolasa operatsiyaga hojat qolmaydi. Yana aytmoqchimanki, kurs lecheniya davomida masalan 100% birinchi kurs lecheniyadan og'riq qolmaydi. Og'riq sekin-sekin kamayib boradi. Chunki
19-17 mm griji o'zidan o'zi tez yo'q bo'lib qolmaydi. O'shanga biza to'liq kurs lecheni olsanglar, lechen jarayonida biza ham har gal har xil lecheni qilamiz, grijani oldini olib operatsiyagacha bormaslik uchun. Agar sizlarda qo'shimcha savollar bo'lsa, izohlarda yozib qoldiringlar. Qanaqa kasalliklar bo'yicha, masalan, lecheniya, savollar bo'ladi, og'ruvlar bo'ladi, izohlarda biz tushuntiramiz va savollarga javob beramiz. Keyingi videolarimizda savollaringizga to'liq javob berib, to'liq ma'lumot beramiz.